Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari va video o'yin ixlosmandlari. Sizlar bilan yana Postal Gaming kanalida Postal Dud. Ochig'ini aytsam, bunaqa boshlashga urgan qolma. Lekin bu meni kirish qismim bo'lishi kerak. Biroz noqulay bo'lsa ham. Xo'p, ancha tanaffus bo'ldi orada. To'g'risi, video o'yinlar o'ynashni to'xtatdim. Lekin bugun negadir uyqu kelmayapti va men boshlagan kompaniyani tugatib qo'ymoqchiman. Avvalgi videoimni davomi va bu so'nggi qism bo'ladimi yo'qmi aniq bilmayman. Xo'p, biz World Conqueror 4 ekranda ko'rib turibsizlar. Strategik War Companies o'yini EasyTech tomonidan chiqarilgan. Shuni davom ettirayotgandik va biz 3-reyx bilan o'ynayotgandik. 39-yildan boshlaganman va reyx bilan saqlab qo'ygan joyimizdan boshlaymiz. Shu joyga kelgandik. Xo'p, allaqachon Yevropani egallab bo'ldim reyx bilan. Ko'rib turganingizdek, Afrikani ham Italiya bilan birga egallaganmiz. Endi biz sharqqa qarab yuramiz va g'arbga qarab ham, ya'ni bu yerda Kanada va Qo'shma Shtatlar bosib olinishi kerak. Bu o'yinga o'tish uchun barcha shaharlarni egallashimiz kerak. Xo'p, men qo'shinlarni har xil sochib tashlaganman, hozir eslolmayapman qaysi hududlarda qolganini, lekin yurishim bitta qolgan ekan. Bu yerga desantni tashlab qo'yganman endi. Sababi hali Misrni egallamadim. Bular paratrooperlarni uchirib shaharda olib qo'yishi mumkin, Afinani. Shuning uchun bu yurmaydi. Va biz yurishni bosamiz. Xo'p, bu hozir dushmanlarning yurishi. Bizda resurslarning muammosi yo'q. Xo'p, yaxshi boshlandi. Endi ko'ramiz. Bizda yaxshi Abram tanki bor. Bu premium mod versiya, eslarida bo'lsa. Mod versiya bo'lgani uchun menda ancha kuchli qurollar bor. Ya'ni kuchaytirilgan allaqachon. Biz tezroq guruhlikka chiqib olishimiz kerak. Xo'p, egallasak to'g'risini aytsam Apache o'sha mashhur hujumchi vertolyot. Apache Longbow qurilmasi bilan mashhur. Dunyodagi eng kuchli hujumchi vertolyot hisoblanadi. Men ba'zi ma'lumotlarni ham aytib o'tib ketaman. Shtuka buni nega men sharqqa tashlab, men janubga tashlamoqchi edim. Hozir Mo'g'ulistonni bosamiz. Mo'g'uliston tugadi. Xo'p, endi bizda bular Lanzonni qamal qilyapti. Yaponiya. Qanchalik kengayapti, shimolda ishlar yurishmagan kechirmoqda bilamiz. Lekin sovetlar allaqachon kuchdan qoldi. Bu urushda yutishimiz aniq, faqat biroz cho'zilishi mumkin. Bu aytgandek kuchlarni to'g'ri taqsimlab olishim kerak. Hududlarni birin-ketin egallayman. Yaxshi, Afrikada hali Britaniyaning mustamlakalari bor ekan. Xo'p, boya aytganimizdek biz dengizda unchalik kuchli emasmiz. Germaniya bilsanglar, Ikkinchi jahon urushi paytida eng kuchli quruqlik qo'shinlariga ega bo'lgan. Ular mashhur Blitzkrieg usulini hamma biladi. Hamma bilmasa ham usulda mashhur. Ya'ni dushmanni mudofaani yupqa qismlarini yorib o'tib, og'ir zirhli texnika bilan ortdan o'rab olib hujum qilgan. Bu usul tezlikka asoslangan va og'ir qurollarga asoslangan, ya'ni tanklarga. Shuning uchun Germaniya tanklari bilan mashhur. O'sha mashhur T6 Tiger 1 tanki yoki Tiger 2 tanklari yoki o'sha tezkorligi bilan mashhur bo'lgan Pantera tanklari. Bu shu yerda qoldirganmidim. Bizda yadroviy qurol ham bor, tushunarsiz. Qayerga tashlaymiz, ha? Nyu-Yorkda Urdun, Washington. Yana tashlaymiz. Yaxshi effekt bermadi. Mayli. Hozircha yomon ketmayapti shekilli.
Nima qilyapti? Mana Einsteinni izlab yotgandim men. Eng kuchli general. Einsteinni tarixini bilgan o'zi biladi. Mayli, aytsam aytib beraman. Hozirgacha ma'lum barcha generallar ichida ham eng mashhur hisoblanadi. Erich von Manstein Hitlerni eng katta marshali bo'lgan. Ya'ni deyarli barcha kompaniyalarda kuchli effekt bergan. Uni rejalari tufayli. Bilsanglar, Fransiyani 6 oyda mag'lub qilgan Rex. 6 oyda bu o'sha paytda deyarli imkonsiz narsa bo'lgan. Boshqa aytganimiz Blitzkrieg usuli ham adashmasam unga tegishli. Biz quruqlikka chiqa olmaymiz. Xo'p, portni egallaymiz. Yamashita shu yerdamidi? Pravda, ham burgerlarni qo'ydi. Yaxshi. Buni Janubiy Amerika urushda emas, shuning uchun qayerga jo'natamiz? Manstein haqida undan tashqari Avstriyani jangsiz taslim qilgan va yana Barbarossa rejasida ham boshchilik qilgan bilamiz. Qisqa vaqt ichida Sovet hududlarining katta qismini okkupatsiya qila olgan. Urushdan keyin asirga tushdi. Natsiylar tomonidan qancha vaqt qamoqda yotgan. Lekin keyinroq so'nggi paytida Britaniya uni qutqarib olgan. Natsiylardan qaytarib olgan. Va nima qilganini bilasizlar. Ularni yangi ofitserlariga dars o'tishga majbur bo'lgan. Chunki haqiqatan daho odam bo'lgan. Xo'p, frontda Yaponiya bilan birlashtirdik. Endi kuchlarni bo'lish kerak. Shtukani janubga tashlaymiz yo'qmi? Janubda bizda faqat Xitoy va Hindiston qolgan. Endi hali ham general qo'yishga imkon bormi to'g'ri? Nechta general qo'ygan? Yadroviy qurol tushdi. Xo'p, hozir to'xtanglar. Yaponiya uchun qasos olamiz, Yaponiya uchun. Hiroshima va Nagasakiga 2 ta yadro bomba tashlaganda ham ular Amerika qilgan ishiga pushaymon qiladi hozir. Nyu-Yorkmi, Washingtonmi? Poytaxtda ko'ramiz, boray. Ana senga la'nat. Bu bilan qandaydir siyosiy o'yin o'ynamoqchi emasman, lekin mayli. Kontroversial bo'lib ketmasin. Bahsli demoqchi edim. Xo'p, Manstein, nima qilasan sen? Xullas qara. Dehlini yo'q qilamiz, keyin janubga qarab ketamiz sen bilan birga. Yaxshi, yamashita. Xo'p. Avval Misrni egallagandan keyin portlar bilan boshlaymiz, adashmasam. Rasvo, Kubey bir zarb turadi deb o'ylabman. Xo'p, Yamashita senga keladi. O'lmay qoldi, qo'yilay. Bizda Chinargor Britaniya rosa ko'p mustamlakaga ega. Nemislarni o'sha paytda yutqizganning yagona sababi
yagona demaylik, men nazarimda asosiy sababi bu resurs yetishmasligi bo'lgan. Chunki Britaniyani bosib olish uchun boya aytgandek Britaniyaning floti kuchli bo'lgan, nemislarda esa quruqlik qo'shinlari kuchli bo'lgan. Eslasam, Kreyft qo'shinlari o'sha jang hududiga qarab 3ga bo'lingan. Hozirda ham barcha joylarda shunday. Quruqlik qo'shinlariga Heer deb nomlangan, H-E-E-R. Talaffuzini bilmayman. Unga barcha quruqlikdagi qo'shinlar, ya'ni motorlashtirilgan diviziyalar, piyoda qo'shinlari, tank, artilleriya, plus quruqlikda hujum qiladigan, ya'ni jangga kiradigan barcha qo'shinlar kiritilgan. Eng kuchsizi bu reyxda floti bo'lgan. Kuchsiz deb aytmay, lekin boshqa Britaniya va Amerikaga qaraganda kuchsizroq bo'lgan. Lekin mashhur o'ziga xos qurollari bor edi o'shanda. Bularga Bismarck battleship kemasini keltirish mumkin. Aynan mana bu hududda juda kuchli, zo'r kompaniya bo'lgan. Britaniya qirollik flotini 100 hisoblangan Good kemasini cho'ktirgan Bismarck. Lekin keyin o'zi ham ortga qaytishda butun bir flot bilan biroz qolib ketadi va cho'ktiriladi. Xuddi adashmasam, ancha-muncha ekipaj bo'lgan, 7000 ta ham. 3 ta odam tirik qolgan bor yo'q. 10 minutlik jang ichida. Buni urush deb qo'yibdi. Shunaqa holatlar ham bo'lishi kerak. Undan tashqari boshqa kuchliroq kemalar ham bo'lgan. Tirpitz misol uchun. Yoki Prince. Nomini eslamayman. Xullas, resurs yetishmasligi asosiy muammo bo'lgan. Flotni saqlab turish uchun. Nemis floti nima deyilgan edi adashmasam? Kriegsmarine shunaqa. Unda asosan battleshiplar, destroyerlar, desant tashiydigan kemalar, hujumchi kemalar, lekin aviatashuvchilar bo'lmagan. Chunki uni saqlab turish uchun juda ko'p mablag' talab etilgan. Aviatashuvchini qurish, unga ekipaj, oziq-ovqat, yoqilg'i. Eng ko'p aviatashuvchilar o'sha paytda adashmasam Yaponiya va AQShda bo'lgan. Va yana Britaniya qirolligida. Tushundim. Aleksandriyani olamiz. Misr. Bitta shahri qoldi, bu Qohira. Va keyin samolyotni egallab qolgan hududlar. Bu sekin ketyapmiz juda. Fransiya bu hududni yana qaytarib olibdi. Jonimga tegdi ular. Va uchinchisi bu harbiy havo kuchlari. Reyxning harbiy havo kuchlari o'sha paytda eng kuchli harbiy havo kuchlaridan biri bo'lgan. Luftwaffe deb nomlangan. Umumiy nom bilan. B-109 hujumchi samolyotlari yoki o'sha paytdagi birinchi reaktiv samolyot Mi-162 262 mi 162 mi eslolmayman. Xullas shunday. Qo'shin yaxshi tuzilganda, lekin resurslar yetmaganligi sababli yengilgan. Asosan nima yetishmagan? Yoqilg'i yetishmagan, ya'ni quruqlik qo'shinlari uchun
blitzkrieg usuli boya aytganim tezlikka asoslangan bo'lgan. Shuning uchun nemislar tanklarni benzinda yuradigan qilib moslab ishlab chiqargan. Dizelda emas, benzinda. Benzin qimmatbaho narsa bo'lgan. Hozir ham bilasizlar, Yevropada neft konlari deyarli bo'lmasa kerak. Germaniyada o'zi bir normalniy kon o'zi yo'q. Metalda mana adashmasam anodan olgan. Avstriyada alyumin konlari ko'p. Va Hitlerni Sovetlarga yurishini asosiy sababi ham bu yoqilg'i deb qaraladi. Ya'ni bu aytganimizdan tanklar yurishi, samolyotlar uchishi uchun, kemalar suzishi uchun yoqilg'i kerak bo'lgan. Va uni ittifoqdoshlarida ham, ya'ni Italiyada ham yoqilg'i bo'lmagan. Dushmanlarda esa bu narsa kamchilik emasdi. Shuning uchun ham balki sizlarga hujum qilgandir. Tezlik bilan bosib olib, uni resurslariga ega chiqish uchun va urushni davom ettirish uchun. Lekin bu katta xato bo'ldi. Xo'p, shtukani unutamiz. Bizda yadro bor va uni Nyu-York hali turibdi bo'lgan. To'kib tashlayman senlarni. Kim bo'ldi? Donets. Yaxshi. Xo'p, janubga xullas Xitoy bilan ketamiz. Mana shu tank ko'ryapsizlar. Bu Tiger 2 tanki. Qirol Tiger, qirol yo'lbarsi. Kuchaytirilgan yaxshigina. Hindiston ikkinchi jahon urushida Britaniya tomonidan qatnashgan, lekin mustaqil bo'lgan o'sha paytlar. Shoshilma bizda. Misr tugatildi. Endi Afrikani bo'ysundirib olamiz tezlik bilan. Bizga nima kerak? Bombardimon qilib tashlayman hamma hududini. Qurolli Moskva. Maxsus shtuka Spitfire. Mana shu samolyot ovozi bilan mashhur bo'lgan. Sho'ng'uvchi bombardimonchi. Ko'ryapsizlarmi qanaqa kuchliligi? Buni saqlab turaylik, bizda cheklangan bu. Psixически ataka berganda bu ovoz atang shunaqa moslangan. Sho'ng'ib aytgan paytda qochinglar deganday. Biz kelyapmiz deganday. Umuman nemis qurollariga qiziqishim katta. Ayniqsa tanklarga. O'sha mashhur Tiger bir tanki yoki Pantera, Tiger 2. Bular bari o'rta va og'ir tanklar. Yengil tanklardan
Pantera 3 va Pantera 4 eng ko'p qo'llanilgan urushda eng bosh vaqtlarda va ushbu 3 ta model butun Yevropani bosib olishda katta ahamiyatga ega bo'lgan. Yevropa istilosida. Hatto shunaqa hazil ham bor. Nima edi? Oddiy panteralar bilan Yevropani egalladi-yu, lekin legendarniy qurollar bilan faqat chekindi degan. Chunki og'ir tanklar sekin yuradi, ularga servis xizmat ko'rsatish qiyin va Blitzkrieg usuli uchun bular yaxshi tushma tezlikka asoslangan bo'layotganda Blitzkrieg usuli va urushda oxirigacha ham shu hujum taktikasidan foydalanadi nemislar. Umuman olganda yomon usul emas. Lekin bu aytgandek munosib texnika yetarlicha to'xta, sen tushma. Sen shu yerda turib ham ura olasan-ku. Olmaydigan bu hududlarni ura olmas ekan. Mayli bizga. Nima deyotganim esimdan chiqib ketdi. Xo'p, mayli. O'ylamaysizlar, biroz charchaganman. Kech qolgancha, lekin uxlolmayapman. Shuning uchun tugatib qo'yay deb kirdim. Xo'p. Yaponiya mangalar davlati. Animelar davlati. Kuchli samuraylar davlatda shunaqa davlatga aylanib qoldi. Yaponiya. Lekin bu ham yomon emas. Qo'shma qirollikni egallagan degan. Yaxshi, Britaniya orolini egallaganman. Xo'p. Ovozim past bo'lib qolmayaptimikan? Abram. Bu ko'p hududga bora oladi, shuning uchun oldik. Va Germaniya yana texnikasi bilan va generallari bilan mashhur. Misol uchun Guderian Afrika kompaniyasida urushgan adashmasam. Tank diviziyasiga boshchilik qilgan. Butun Afrika frontini ushlab turgan. Guderianmi yoki boshqa bo'lmadi. Hozir men generallar bir ko'rsatay. Qaysi qo'shinimga general qo'yilmagan o'zi. Hop, hammasini qo'yib bo'lgan ekan. Guderianning ismi ham mashhur. Hitlerda laychalari. To'xta. Samolyot bor-ku. Biz hali Avstraliyani olishimiz kerak. Jenargullar o'sha paytda Britaniya mustamlakasi edi. Hozirgacha ham qo'shma qirollikka kiradi bular adashmasam. Bitta Kanada ajralib ketdi-da.
qirollikdan. Janubga yuramiz xullas. Buni orqasidan yuradigan bitta yaxshi tez yuradigan qo'shin kerak-da. Xo'p, 13 tezlik. Tezlik 14, lekin bular tog'li hududlardan yura olmaydi. Biz shundan bitta chiqarib qo'yamiz. Shunday qarab yurgan ekanman. Mayli. Rasvo qildi. Bular Afrikani olib bersa bo'ldi, shoshilmaymiz. Qara. Simoxaya. Sovet urushida qatnashgan Finlandiya nomida. Oq ajal bilan mashhur snayper. Butun dunyodagi barcha snayperlarning eng mashhur hisoblanadi. Bu etmadi bu yoqqa. Xo'p, davom ettiramiz. Tezlashtiramiz. Bu yerda. The Heer, Luftwaffe, Kriegsmarine. Men yadroni qayerga tashlamoqchi edim? Miami. Miami yoqtiraman. Bu yerda emas, sohildik. Houston. Ularni qara, flot turishini. Ular mudofaaga tayyorlanyapti shekilli. Tezlashamiz. Sovetlar tugadi. Dushman bittaga kamaydi. Xo'p. Endi qo'shinni ikkiga bo'lishim kerak. Bu Kanadaga qarab yuradi, bu ikkalasi Amerikani qishda egallaydi. Simo quruqlikka chiqishimiz kerak. Endi bular bilan Bering bo'g'ozini kesib o'tamiz. Buni hali ham otishi bormidi? Hammasi janubga qarab yuradi. Sen Bangkokda egallaysan, sen Kuala Lumpurda egallaysan. Bizda bor qo'shin. Bularni hammasi
hali Afrikani ham to'liq bo'ysundirmaganman. Bo'ldi, Afrika tugadi. Ancha-muncha joy bosib qo'ydik. Yo'q, Simo turib tursin. Simo hayot turib tursin. Finlandiyalik snayper. Uni rekordiga hali hech kim yetmagan. Mingtadan oshiq. Nechidir mingtadan oshiq odam o'ldirgan adashmasam snayper bilan. U hatto durbin o'rnatmagan snayperga. Shunchalik kuchli odam. Xo'p. Tezlashimiz kerak. Yo'q, mana men olaylik. Ko'pchilik aytadi sovetlar Sovetlar urushi bo'lgan, bilasizlar, 40-yilda. Ulug' Vatan urushidan oldinroq edi. Lekin taslim qila olmagan Finlandiya. O'sha urushdan keyin Hitler ham sovetlarni kuchsiz deb o'ylab ularga hujum qilgan bo'lsa kerak. Qayerdagi Finlandiya ham bo'lsa-la, men bemalol bosib qo'yaman deb o'ylagandim. Mayli. Urushda hamma narsa bo'lib turadi, xo'p. Birin-ketin sen yaxshisi paratroperlar yo'q bizda. Okay. Xo'p, samolyot bilan urib qo'ya qolamiz. Ular kanalga olgan, lekin biz kirib bora olmaymiz bu yerda. Yaxshi. Hindiston taslim bo'ldi. To'xta, buni yurishi borar. Endi uzoqqa bora olmaydi. Shu ishda bular bilan borishga hojat yo'q. Urush tugadi deb qoldi. Va g'alabamiz kafolatlangan. Allaqachon yadroviy davlatga aylandik. Bitta bizda yadro bor hozir. Xo'p. Shunga bilan Simo sen bu yoqqa. Yaxshi. Biz bittasini shimolga jo'natmaganmidim? Kimnidir jo'natishim kerak edi. Mayli, jo'natdim. Beringdan kirib kelamiz. Ko'paygan. Hali ham o'ta olamiz. Qayerga o'tamiz? Uzr. Xo'p, Fransiya tugadi. Singapurni ham
oz qoldi. Orollarni samolyot bilan deyarli bitirdik. Shimolga borgan bu bilan yoshartmasmikan? Menimcha shart emas. Yaxshi. Endi shoshilmasak ham bo'ladi. Allaqachon 40 minut, 1 soatga cho'zilib ketadimikan? Germaniyaning g'alabasi cho'zildi. Men qisqaroq qilmoqchi edim. Mayli, farqi yo'q. Qayoqqa kelyapsan sen, ahmoq? Ajalgami? Bu keng ko'lamli. Yaponiya. Kim bular janubda ishlayapti? Ahmoqmi nima bular? Kanal Gavayi markazi. Xo'p, Filippinni bosib olibdi Yaponiya. Endi yoqqa borishimiz shart emas. Yaxshi, Filippin bizga berganda Gavayini samolyotdan olib oladi. Endi suzib borishimiz kerak. Xo'p. Tayyor. Königsberg. Bu yerga desant tushirsam ham bo'ladi-yu. Tabiiy bizda desant tushiramiz yana. Uzoq hududlarga borgandan ko'ra shunaqa qilib borsa yaxshi. Endi pulimiz ko'p-ku. San Francisco. Shoshilma. Kerak. Bunda yadroviy qurol bor. Qayerga tashlayman buni? Ikkita ekan, bir emas.
Aviatash uchun qo'yamiz. O'zimizga yemagan xalaqit beragan ekan. O'zimnikini ham urardi. Shundan zarar tursin-da. Mayli bo'lib turaversin. Tarixni o'zgartiramiz. Bu juda ajoyib. O'yinda bo'lsa ham. Bu shunisi bilan qiziqdi. Yo'q, shoshma. Istasa buni ko'raman. Yo'llar shimolga boraman yaxshisi. Desant tashlab qo'yamiz. Osonligimiz bo'ldi. Sharqiy flot, sharqiy qirg'oqlar egallandi. Kanadani bosib olsak endi. Bizniki. Barakalla. Ishlatadigan narsamiz ham qolmabdi. Yaxshi. Bir zarbda yo'q qildi shaharda. Shtuka fas. Netlar yana qanaqa qurollar bo'ladi? Quruqlik qo'shinlar ishlatgan. STG-44. O'sha mashhur Kalashnikov prototipi o'sha nemislarning 44-yilda chiqarilgan quroldan olingan. Ko'rinishi deyarli bir xil. O'g'irlangan desa ham bo'ladi. Bundan tashqari yana nima? MG42 bilan ham mashhur. To'liq nomini bilmayman. 42-yilda chiqarilgan pulemyot. Uni zamonaviy go'sht maydalagich deb nomlashgan. Urushning ikonalaridan biriga aylangan u ham. Yaxshi. Mana bitta shahar qoldi. Biz bu yerni bosib olgan bo'lsak, samolyot yetib boralarmikan? Yetib boradi, qo'ymoqom. Bular borar ekan. Bu nima desant tashlaydimi? Yo'q.
qaysidir bir detan tashlayapti. Ha, mana bu. Avval yo'q qilaylik. Yiqirib bilan. Yaxshi. Uzoq masofa desant. C-47 Skytira. Skytira. Endi bu yog'i ajoyib. AQSh tugadi. Endi Britaniya bilan Avstraliya qoldi faqat. Ular bitta shaharni egallasak. Shu yerda o'zi bilan tinchitamiz barni. Samolyot bilan egallayman. Shulmi? Samolyot ham yetadi bularga. Darwin. Brisbane. Ha, demak bombardimon qilaveramiz boshida. Shu yerda o'zida olib qo'yaman shekilli. Tugadi. Endi boshqasini ishlatamiz. Chunki sanab beriladi bular. Shtukamni ishlatamiz. Juda kuchli. Tugadi. Qaysi samolyot qoldi? Spitfire bor ekan. Tugadi. Hop, mana qo'yib. Ularda air defense yo'q ekan. Zenitlar. Undaqmi? Kattaroq shaharlarga qo'yiladi asosan. Ha, bu yoqqa yetib kelmas ekan. Endi paratrubkaga uchiramiz. Britaniya yengildi. Ajoyib. Ketdik. Hop. Yaxshi, bitta shahar qoldi. Buni tashlasak. Shoshilma, buni darajasi Fighter Squadron.
air defense qilgan to'g'ri. Effektini pasaytiradi. Bo'ldi. Bizlar ikkita shahar qoldi. Morisby bilan Lisbon. Xo'p, o'yin tugadi. Bitta shahar bosib ham tugadi. Shuni ko'rsataman, qayerlar bosib ko'rib turganlaringizdek. Yevropada Fransiyani, Avstriya hududlari, bu yoq o'zimiz ittifoqdoshlar. Britaniya orolini oldik. O'sha paytda Germaniya qila olmagan bu ishni. Sababi aytganda mana shu ingliz bo'g'ozini kesib o'tish juda qiyin bo'lgan. Bu yerga juda zich qirollik floti turgani uchun desant tashlay olmagan. Londonda bir necha marta bombardimon qilgan, lekin bu effekt bermagan. Bundan tashqari eng alamli bo'lgan mag'lubiyat bu Sharqiy frontda SSR bosib oldik uni ham, va Amerika Qo'shma Shtatlari va Kanada. Hali bu yer bosib olgan ekanmiz. Mayli. Samolyotimiz bor. Yetib bora olarmikan? Yo'q, yetib bora olmaydi. Albatta bor. Kanada ham bosib olindi. Xullas o'yinni tugatamiz shu joyda. Hozir Tabristonga tashlasam bo'ldi. O'yin tugadi. Bizga S berdi. Xo'p, 9 ta general qo'ydik. 1115 ta shaharni bosib oldik 31 ta yurishda. Germaniya Chinchiroq. Va shu bilan biz tarixni o'zgartirdik. Germaniya urushda to'liq g'alaba qozondi. Kuchlar ittifoqi uchun qasos olindi desa ham bo'ladi. Shu bilan videoni yakunlayman. Ko'rganlaringiz uchun rahmat. Yoqqan bo'lsa like bosing, obuna bo'ling. Endi ixtiyorim. Agar yoqgan bo'lsa, o'yin qiziq bo'lgan bo'lsa, o'yin haqida fikringizni kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Hammaga xayr, salomat bo'ling.